Amerikalik Alex Conley orqa miya jarohati sabab harakatlanolmaydigan bemor Neuralink kompaniyasi ishlab chiqqan miyaga implant qilinadigan chip yordamida samolyot modelini faqat fikr kuchi bilan boshqarishni o'rgandi. Avval Alex robot qo'lni boshqarishni uddallagan bo'lsa, endi u miyadagi implant orqali ongli boshqaruv tizimiga ulab, murakkabroq vazifalarni ham boshqarishga muvaffaq bo'ldi. Hozircha Neuralink shunday implantlarni 12 bemorga o'rnatgan bo'lib, ular fikr orqali kompyuter o'yinlarini o'ynashlari yoki turli elektron qurilmalarni boshqarishlari mumkin. Kickstarterda taqdim etilgan ProLink 5 gramm og'irlikdagi aqlli uzuk bo'lib, kursorni boshqarish, sahifani aylantirish va 40 dan ortiq ishoralarni bajarishga imkon beradi. U sensorli panel, 6 o'qli harakat datchiki va qo'l uchun teginish sensori bilan jihozlangan. Uzukni o'rganish 5 daqiqa, kundalik ishlarda erkin ishlash esa taxminan 20 daqiqa davom etadi. Qurilma Bluetooth orqali ulanadi, 1 soat to'liq zaryadlanadi va maxsus quti yordamida 30 kungacha quvvatni saqlaydi. ProLink o'yin o'ynash, internetda ishlash va kundalik vazifalarni bajarishda sichqonchani o'rnini bosa oladi. Dastlabki yetkazib berish dekabr oyida rejalashtirilgan bo'lib, foydalanuvchilar esa qurilmani o'ziga moslab sozlab olishlari mumkin. Visual Instruments kompaniyasi dunyoda birinchi Phantom shaffof kompyuter monitoring taqdim etdi. Qurilma HUD va telesuflyor texnologiyasiga o'xshab ishlaydi. Tasvir maxsus ko'zgular orqali shaffof oynaga yo'naltiriladi va foydalanuvchi uni havoda muallaq turgandek ko'radi. Shaffoflik darajasi standart, yarim shaffof yoki to'liq shaffof rejimda sozlanadi. Phantom 24 dyumli 4K panelga ega bo'lib, maksimal yorug'ligi 500 nit, Ultra HD va 100% RGB rang maydonini qo'llab-quvvatlaydi. Qurilma USB-C, HDMI va DisplayPort orqali ulanadi. Shuningdek, foydalanuvchilarning joylashuvi va yorug'lik sharoitiga qarab avtomatik sozlanadi. Cheklangan miqdorda atigi 100 nusxada chiqariladigan Phantomning Founders Edition versiyasi 2025-yilning 4-chorakida AQSh, Yaponiya va Janubiy Koreyada sotuvga chiqadi. Keyinchalik kompaniya keng ommaga mo'ljallangan versiyasini ishlab chiqishni rejalashtirmoqda.